Mening ismim Dilbar. Yoshim 48 da. Tashqaridan qaraganda hammasi joyida. Erim hurmatli inson, bolalarim katta bo'lib ulgaygan. Hayotim tokin, go'yoki baraka tola. Ammo yurak degan tuyg'uni na kalit bilan yopib, na koz bilan chalgitish mumkin. Yillar davomida men ayol bo'lib yashadim. Ammo ayol sifatida yashamagandek edim. Balki siz tushunmassiz. Balki ayollar biladi. Ba'zan bir so'z, bir nafas, bir nigoh butun hayotingizni titratib yuboradi. Men hech qachon erimdan shikoyat qilmaganman. U meni rozi qilishga harakat qilgan. Ammo u bilan o'rtoqlashadigan ichki ehtirosim, sirdoshligim, iliq begamligim. U yo'q edi. Biz mehr bilan yashadik, lekin yurak oylarim unga begona edi. Yillar o'tgan sayin men go'yoki ayollik tuyg'usidan uzoqlashib borardim. Fikrlardan, xayollardan, hislardan. Bir kuni tasodif men bilmagan bir eshikni ochdi. Erim xizmat safarida edi. Uy jimjit. Bolalar katta, har biri o'z yo'lida. Bir kuni kutubxonamizdagi eski disklar orasida kozim tushdi. Ustida hech narsa yozilmagan edi. Qiziqib qo'ydim. Kechasi yolg'iz qolganimda uni yoqdim. Ekranda bir ayol balogatli, sokin, ammo ko'zlarida yashirin olov. Va bir yigit. Ular sokin gaplashardi. Nigohlari uzilmasdi. Yuzlaridagi har bir titroq, qo'llaridagi har bir teginish hayotimda birinchi marta yuragimni junbushga keltirdi. Men ularni tomosha qilmadim, men o'zimni tomosha qildim. Go'yoki ekranda men edim. Menda ham bir kun kelib shunday bir qarash, bir teginish, bir bagir kerakligini angladim. Ammo bu hissiyotlar bilan kurashish men uchun oson bo'lmadi. Chunki bu uyat edi. Gunoh edi. Ammo ayni paytda bu haqiqat edi. Oradan kunlar o'tdi. Ekrandagi o'sha ayol mening xayolimga qochib o'tdi. Va o'sha tasvirda men istagan narsa bor edi. Begubor teginish, so'zsiz tushunish, jonni larzaga keltiradigan sokin ehtiros. Bir kuni uyga o'g'lim qaytdi. Armiyadan. Balki allaqachon erkak bo'lib ulgaygan, ammo men uchun hanuzgina bola. Ammo u meni quchoqlaganda nimanidir esladim. O'sha hissiyot, o'sha bagir. Men darhol o'zimdan uyalib ketdim. Axir bu men, ona edim. Ammo yurak esini bilsin, kim qarshisida turibdi. O'g'lim meni quchoqlaganida nafratlanmadim. Tushunolmadim ham. Faqat yuragim sekin urdi. Ushbu teginishda men kutgan, sogingan iliqlik bor edi. Tunlar jimjit. Qorong'i ichida xayollar baland ovozda jaranglaydi. Men o'sha diskni endi ko'rmay qo'ydim. Ammo tasviri ko'z oldimda. Har safar o'g'lim meni chaqirganida ichimda nima titrar edi. Men hech qachon o'z chegaramni buzmadim. Ammo har bir ehtiros chegaraning o'zida yashaydi. Yuragimda esa bir olov bor edi. U yonar, lekin hech kim sezmasdi. Kecha yotganimda uyg'oq edim. Tun jim edi. Shamol derazalarga sekin urilar, ichimdagi titroqdan darak berardi. O'g'limning qadam tovushlari esa bu kechada men uchun odatdagidan ham balandroq yangrardi. U uyda edi. Yonginamda. Ammo undan yiroq bo'lishim kerak edi. Yuragim esa unga tobora yaqinlashardi. U har gal yonimdan o'tayotganda meni oddiygina ko'z bilan qarab o'tar. Men esa ko'zlarimni yashirardim. Chunki ko'zlarimda sir bor edi. Sir emas, balki ehtimol gunoh. Yoki ayol yuragi uchun oddiy istak. Bir kuni tushlik vaqtida oshxonada edim. Erim xorijdan hali qaytmagan. Kuz oynasidan quyosh nurlari pardalardan o'tib stol ustida aylanar. Men esa o'g'limga oddiygina choy quyayotgan edim. Qo'lim unga yaqinlashganida kaftim bilmasdan kaftiga tegib ketdi. U chekinmadi. Men ham. Faqat ikkovimiz ham bir zumda jim qoldik. Choy issiq edi, lekin kaftidagi iliqlik undan ham issiqroq tuyuldi. Rahmat, ona, dedi u. Oddiy, iliq, beozor. Ammo yuragimda yana bir bor titroq yugurdi. O'sha kecha men uxlolmadim.
Men ayol edim. Men ona edim. Ammo yurak buni bir-biriga sigdira olmayotgandi. Men oynaga qarab uzoq turdim. Yuzimni ko'rdim. Ko'zlarim hanuz porlardi. Ko'kragim hanuz nafis edi. Baland chakkalarim sochimdagi kumush. Men ayolligimdan kechmagan edim. Ammo bu ayollik ko'ngil chokkisida chang bosib yotar edi. Ertasi kuni kechki payt u televizor tomosha qilardi. Men esa deraza yonidagi kresloga o'tirib, ko'z tegmasin deb sekin unga qarardim. U ko'zlarini televizordan uzdi, sekin menga qaradi. Nigohlarimiz to'qnashdi. Shu on yuragimdagi sir-sira ham yashirin bo'lmay qolgandek tuyuldi. Yig'lamoqchi bo'ldim. O'zimdan undan bu tuyg'ulardan qochmoqchi bo'ldim. Ammo kech edi. Men unga qanday qarasam, u ham menga shunday qaradi. Unga aytmasam ham mening ko'zimda senga begona emasman degan nido bor edi. Uning ko'zida esa men seni ko'ryapman degan javob. Oramizdagi jimlik eng baland qichqiriq edi. Men o'rnidan turib chiqib ketdim. U meni to'xtatmadi. Ammo orqaga qaramasdan ketar ekanman, ichimda bir narsa aytdi. Dilbar, yuragingni oldirma. Agar sevgi taqiqlangan bo'lsa ham, his qilish jinoyat emas. Shu kech men birinchi marta o'zimni onadan ko'ra ayol deb his qildim. Ertalab uyg'onib deraza pardasini ochdim. Quyosh yana doimgidek nurlardi. Ammo bu nurlar yuragimni isita olmadi. Ichimda hanuz o'sha tungi nigoh men bilan o'g'lim o'rtasida qolgandek edi. Men unga hech narsa demadim. U ham hech narsani so'ramadi. Ammo oramizda jim, lekin kuchli aloqa bor edi. Bu begam emasdi. Yurak his qiladi. Ona yuragi eng sezgir. Erkak yuragi esa ko'p hollarda jim, ammo o'zgarmas. Men ichimda o'zimni kechirib bo'lmas holga yaqinlashtirayotganimni his qilardim. Bu na shunchaki xayol, na oddiy ehtiros edi. Bu taqdirning imtihoni edi. Yana bir kecha. Uzoq, sokin, yurakni siquvchi tun. Men xona eshigini yopdim. Deraza ochiq. Shamol yelkamdan sekin silaydi. Ammo yuragim hanuz galayon. Yumshoq to'shakda, oppoq choyshablar ustida yotarkanman. Fikrlarim osmondagidek to'zgib ketdi. Qanday bo'lishi mumkin? Qanday yashayman bu hislar bilan? Shu damda eshik qattiq taqillamadi. Faqat sekin ochildi. O'g'lim ko'zlarimga tikildi. Qadamini qo'ymadi, faqat ostonada turdi. Na so'z, na imo. Ammo ko'zlarida, ko'rganingizda yuragingizni larzaga soladigan sukunat bor edi. Unga hech narsa demadim. Yuragim esa, "Yo'q, bu mumkin emas", deb qichqirardi. Ammo boshqa bir tovush yuragimdagi ayol, "Bu sening birinchi his qilganing, birinchi marta anglaganing. Sen hayotda ilk bor o'zingni tirik his qilyapsan", derdi. Men uyg'oq edim. Men ayol edim. Va ilk bor tan olishga tayyor edim. Men bu tuyg'uni yashira olmayman. Ammo uni amalga ham oshira olmayman. Men unga qarab jilmaydim. Yashirincha, xuddi vidolashayotgandek jilmaydim. "O'g'lim, bugun kechqurun uydan chiqaman", dedim. U hayron bo'ldi. Men esa davom ettirdim. "Onang dam olish kerak. Yuragim tinchishiga vaqt kerak." U jim edi. Faqat ko'zlarida sokin bir tushundim turardi. Hech qanday savol bermadi. Hech qanday harakat qilmadi. Faqat jim turib asta chiqib ketdi. O'sha kecha men uydan chiqdim. Yuragimda bir qism o'z hayotimni ortimda qoldirib. Men gunoh qilmadim. Ammo tuyg'ularimni tan oldim. Yillar davomida men boshqalarning roziligini o'ylab yashadim. Ammo birinchi marta o'zimni esladim. Ertalab uyg'ondi. Men allaqachon uyg'oq edim. Ko'zlarim shiftga tikilgan. Ammo yuragim boshqa joyda. Tunda o'g'limning ko'zlarida ko'rgan narsa hanuz ko'z oldimdan ketmaydi. U yerda men o'zimni ko'rdim. Men hech kimga hech narsa demadim. Ammo ichimda men aytdim. Men tan oldim.
Men bu hisni yenga olmadim. Uy sokin. Erim nonushta qilib ishga ketdi. Men esa sekin deraza yoniga o'tirdim. Yonimda bir piyola qora choy. Qo'llarim qaltiraydi. Qorong'ilik emas, yurakda chigal tortilgan tuyg'ular meni larzaga soladi. Bu tuyg'u gunohmi? Yoki bu o'zimni anglashmi? Axir men hech qachon erkalanmaganman. Hech kim menga "Sen ayolsan. Sen iliksan. Sen go'zalsan" demagan. O'g'lim. U menga onal deydi. Ammo yuragim buni boshqacha qabul qiladi. Nigohlari yonginaday. Qo'llari ehtiyotkor, lekin istakli. Men unga faqat ona emasmidim. Lekin yurak bunday soddalikni ko'tara olmaydi. Kecha tunda men ko'zlarimni yumdim. Men faqat yuragimni ochdim. U menga aytdi: "Sen sevishga haqlisan." Shu kundan boshlab hayotim o'zgardi. Men hech kimga hech narsa demayman. O'g'lim ham jim. Ammo har gal yonimdan o'tganda, uning nafasida, yurishida, sokin nigohida bir nido bor. Men seni ko'ryapman. Kecha u menga shunchaki bitta qo'lini tekkizdi. Ehtimol bexosdan. Ammo men o'sha teginishda yillar davomida sogingan barcha ehtirosimni his qildim. Qo'llarim titradi. Yuragim o'zini olib qocha olmadi. So'ng o'zimni ko'zguga qarata aytdim: "Sen ona bo'lishdan avval ayol eding. Endi sen ona sifatida sukutda yashaysan. Ayol sifatida esa ichingda yonib. Tinch yurak yolg'on. Men endi buni bilaman. Men unga qaramay olaman. Men hatto uni bagrimga bosmay yashay olaman. Lekin bu yashash emas. Bu jonli tanada sokin olim. Men hozir har tunda u kutgan ayol bo'lib uxlayman. Lekin eshik ortida yuragim hanuz u kishining yurish tovushlarini kutadi. Agar bir kun u kirib kelsa, men unga yo'q deyman. Ammo ko'nglim bor deb baqiradi. Bu mening azobim. Bu mening sirim."